Ayni kunlarda Farg'ona shahridagi Istiqlol tennis korti yana bir nufuzli sport musobaqasiga mezbonlik qilmoqda. G60 Fergana ITF Juniors musobaqasida dunyoning bir qator mamlakatlaridan iqtidorli tennischilar ishtirok etib, o'z omadlarini sinab ko'rishmoqda. E'tiborli jihat shundaki, ushbu nufuzli bellashuvga Farg'ona viloyati hokimligi, viloyat tennis federatsiyasi tomonidan qilingan yuqori tayyorgarlik ishlari bugun musobaqani o'zgacha kayfiyatda o'tishini ta'minlamoqda. Farg'ona kortlarida 29-mart kunidan start olgan G60 Fergana ITF Juniors xalqaro turnirida o'zbekistonlik sportchilar bilan birga Rossiya, Belorussiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Italiya va Turkiya kabi mamlakatlarning 100 ga yaqin iqtidorli tennischilar ishtirok etishmoqda. Ta'kidlash joizki, joriy yilgi nufuzli bellashuvga ham alohida tayyorgarlik ko'rilib, barcha kortlarning mukammal ta'mirdan chiqarilgani, sportchilar, murabbiylar va hakamlar uchun zarur sharoitlarning hozirlangani bugun Farg'onada mehmon bo'lib turgan ishtirokchilarni behad quvontirmoqda. Saralash bahslaridan muvaffaqiyatli o'tib, asosiy bellashuvlarda o'z imkoniyatini sinovdan o'tkazishga kirishgan sportchilarning turnirga jiddiy taraddud bilan kelganliklari uchrashuvlar davomida yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Musobaqaning navbatdagi kuni ham tennis ishqibozlarining e'tiborini tortdi. Markaziy kortda hamyurtimiz Nigina Alimova rossiyalik tengdoshi Kseniya Burmistrovani qabul qildi. 2 set davom etgan qiziqarli bahsda 6-1, 6-3 hisobi qayd etilib, mamlakatimiz sportchisi g'alabaga erishdi. Navbatdagi kortda kechgan bellashuvda esa qozog'istonlik tennischi Rodion Lukashev Rossiya Federatsiyasi vakili Artyom Kovalyovni imkoniyatsiz qoldirgan bo'lsa, keyingi kortda kechgan uchrashuvda rossiyalik Aleksandra Kachushkina Qozog'iston sportchisi Savina Daryani mag'lubiyatga uchratdi. 7-6, 6-1. 18 yoshgacha qizlar o'rtasidagi bellashuvning yana birida esa Rossiya tennischisi Samira Rashidova Qozog'iston vakilasi Sabina Shuhratova ustidan ishonchli g'alabaga erishdi. 6-4, 6-2 Samira foydasiga. Eslatib o'tamiz, musobaqa 5-aprel kuniga qadar davom etadi. Yakuniy tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda tanishtiramiz. Behzod Jo'raboyev, Azamat Hamraliyev Farg'ona 24 dasturi uchun maxsus tayyorlandi.